O'zbekistonda vaksina qayerda yaratilishi haqida bilasizmi? Poytaxtimizning markazida joylashgan vaksina yuragi qayerda urishi sizga ham qiziqmi? Keling, bu haqida qisqacha faktlar bilan tanishamiz. Birinchi fakt. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti 1918-yilda tashkil etilgan mamlakatdagi eng qadimiy vaksina markazlaridan biridir. Ikkinchi fakt. Institut tarixida 20 dan ortiq turdagi vaksina yaratilgan yoki xalqaro standartlarga moslashtirilgan. Uchinchi fakt. Ushbu ilmiy maskan Markaziy Osiyoda ilk emlash kalendarini ishlab chiqishda ishtirok etgan ilmiy muassasa hisoblanadi. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti. Bu faqat laboratoriyalar jam bo'lgan bino emas. Bu yurak. Millionlab insonlarning hayoti va sog'ligini himoya qiluvchi 100 yillik tajribaga ega ilmiy markazdir.